Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismini anglatishni boshlaymiz. Alvatan ishqida yongan jangchi biz, mardoni biz, qas qilganni pas qilarmiz, g'olib biz, palvoni biz. Eldeki iş, altı oğrunun işi olmasın inqilabga. Ular özlerinin inqilabi hükümetini kurup boptu. İşte 4 yıl, mana soyda ötken 4 yıl. Burunrak kelsanlar çökaşki. Bizning qayg'ularimiz, fojialarimiz muncha ko'payib ketmasaydi. Yoshsun Osman! Biz Osmanning bandisi. Seriqishlar izdan mangan kofirlarni o'ldiringlar. İnqilab qurbonlarini unutib qoldikmi? Altayni oson ozod qildikmi? Ta'tirqin chiqayotganlarni nimishqa to'smaymiz. Oğullar bilan tang maydonga chiqqan qizlarga salom. Barakalloh sizlarga. Yoshlar vatanning qahramon qizlari. İnsonning do'stga mehr muhabbat, dushmanga g'azab nafrat bo'lmasa, uni qandoqmi odam degili bo'ladi? Anvar məyusləndi. Eğir tindi. Bechora qiz. Deb pichirladi u. Manga ko'ygan, ishongan parvona qiz. Ko'zingizdagi yoshlarni oxir bir kun qurdiman. G'ol ichini kang yeyib, oldingizga g'olib komandir bo'lib boraman. Biz mangu birga yashaymiz. Anvarning qizga berayotgan g'oyibona qasamlari uzildi. Tomoq yeyish signali chilinib qoldi. U tomoqni ishtahasizlik bilan yeb o'ltirdi. Tuyuqsiz aeroplan ovozi anglandi. Sharq tarafdan g'orqirib kelayotgan 2 aeroplan ko'rindi. Möküninglar yo'ldoshlar, dushmanning razvedka aeroplanlari keldi. Xuddi o'tcho'plar rangidagi kiyimli jangchilar jim yetib oldi. 2 aeroplan ularning ustida 2 oylanib, hech nimani ilg'i qila olmadi-da, kelgan tarafga, sharq tarafga burilib ketib qoldi. Bir to'p jangchilar Abduqodirni o'tirg'i elib, uzilib qolgan hikoyaning davomini anglash uchun suv bo'yiga kelishdi. Anvarmu bir besib, 2 besib ularning yeniga keldi. Biz 10-15 minut ichida maytog'dan uzilib chiqib ketdik. Abduqodir hikoyasini boshladi. Shamoldek tez ilgirlab ketib borgan qismga o'q ovozlari borgan sari sus anglanadi. Shuning bilan biz xotirjamlanib, kaynimizga qaramay mangdigan bo'ldik. Uninggacha potayda o'q uzib qolgan 3 odamimiz 2 otga mingishib yetib keldi. Subiy ko'tarilganda tog' etikidagi bir jilg'iga yetib keldik. Bu chaqda maytog'dan 10 kilometrdek yiroqlab ketgan edik. Qism harg'an edi. Dam oldik. Ba'zilar yotdi, ba'zilar yon boshladi. Qattiq quruq nonlarimizni yeyishdik. Qismning ko'pchiligi bu yerga nemishqa kelib qolganligimizni uqmaydi. Ularning mo'ldirlagan ko'zlari dam-mudam Saytaxonga tikilatdi. Komandir Saytaxon xushxo'y, mag'rur edi. Uning yuzlarida g'albi shodligi jilvilanib turardi. Qo'zg'olonning a'zolaridami shundoq jo'shqin holat aks etib turardi. U qattiq jingmomidan birini yeb bo'lib, 2 yutum suv ichdi-da, o'rnidan dast turib, mundoq dedi. Birodarlar, qarindoshlar, qo'zg'olonchilar. Uning og'zidan mundaq qo'zg'olonchilar degan gap chiqmaydi-ku. U har qatim bundaq ko'tarangi, yolqinliq sado bilan so'zlamaydi-ku. Uni shuncha hayajonga, do'lqinliq yurak sadosiga silayotgan qandoq kuchdi. U nimadan shuncha g'ururlanib ketgandi? Sirliq tuyg'uda andikkan askarlar uning og'ziga qarab qilishdi. Saytaxonning jiddiylik, qaysarlik jillangan lavlari echildi. Biz nijotlik izlab yo'lga chiqdik. Gomindangdan qo'l uzdik. Uning qonxo'r hokimiyatiga o'q otdik. Vijdonimizni sotgan, o'z xalqimizga xoinlik qilib, sharmandalikda qolgan hayotimiz oxirlashdi. Endi boshqacha hayotga ko'chdik. Oldida
ikki yinida o'ltirganlarga takshi qarab jiddiy harakat bilan so'zlayotgan komandirning yuzida yangidan ko'tarilib chiqqan kunning sho'lisi jilva qiladi. O'ltirganlar o'z hayotida tunji qitim anglayotgan bu yangi gaplardan hayron qilishib, qamirlashib o'ltirolmay qilishgan va xuddi qafasdan qutulgan qushlardek jonlanib erkin nafas elishmoqda edi. Uxlasa tushigimi kirmaydigan yangi yo'lga o'zlarini boshlab chiqqan bu idrokli komandirga qoyil bo'lishib ichidan yonmoqda edi. Saytaxun so'zni davom qildi. Kunni itak bilan yopqili bo'lamdi. Biz anglab kelayotgan eli vaqasi hargizmi olti o'g'rining ishi emaskan. U Gomindanga qarshi mardonlik bilan bosh ko'tarib chiqqan 100 minglagan xalqning inqilobi ekan. To'sib olg'ili bo'lmaydigan bo'ron ekan. Ular hozir o'zining hukumatini qurib bo'pti. Mana paket, mana ularning gazeti. U qo'ynidan o'yg'on gazetini ilib polanglatdi. O'yg'ininglar qarindoshlar. Bu jarangliq, o'tkir sada hammaning yurak qatlamlariga xuddi nurdek qo'yildi va bu o'yg'otquchi sada hammaning yurak bag'rini do'lqillatib, kuchli hayajonga soldi. Biz o'yg'on bilan o'yg'ondik. Endi eli inqilobchilarni topandik yoki kaynimizga chekinib, Gomindanga sharmandalarcha taslim bo'lamdik. Qani, o'ylanglar qarindoshlar. Ketimiz deydiganlar kessin. Yo'l ochiq, daxli qilinmaydi. Hammasi asrlab jim yotgan bu tog' bag'rini zilzilaga silib, o'llik varqirashdi. Topimiz, jazman topimiz. Gomindangdan to'ydik. Nijotlik izlaymiz, chekinmaymiz, hargiz chekinmaymiz. Qizg'ush tog' bag'ri tantanlik sadolar, qizg'in olqishlar bilan to'lqinlandi. Bu sadolarga tumanning sadolar jo'r bo'lgandek, yiroq-yiroqlarda uning aks sadolari gurildakdi. Qism yo'lga chiqib, kun o'ltiraydigan mazgilda Gomindangning 2 aeroplani bizni izlab keldi. Biz yo'g'on toshlar ostiga, kamarlarga, jira ichidagi chatqonlarga yo'shilinib oldik. Aeroplan ustimizdan 2-3 qitim aylanib ketib qoldi. Aeroplan bizni ko'midi deb xotirjam bo'lgan edik. Ammo komandir tog' ustiga oborin qurishga, tog' parchalaridan istehkom yasashga va uningga chavo chatqonlarni sanjishga buyruq berdi. Yarim soat o'tgandan keyin bizga o'shiqcha his qilingan jiddiylikning sababini tushundik. Gomindang qo'shinining maytog'dan chiqqan 2 rotasi bizni qo'g'lab, po'poq yugurib kelyotdi. Ko'z bog'ilmay deb qolgan chaq edi. Mudofiada turgan qism uchun o'zidan bir hassa ustun askariy kuch hech gap emas. Oldi bilan oldin kelayotgan otliqlarni aytinglar. Otliqlar komandirlari edi. Ochiqchilikda oldinga kelib bergan dushmanni etish. Otqandimi zoya qilmay etish nihoyatda ko'ngillik. Biroqla o'q uzdik. Pilotlarimiz sayrab ketdi. Bizda 9 dona pilot bor edi. Oldidagilari yiqilishga boshlab, keyindagilari o'zini o'ngshib olishga ulgurmayla Saytaxun atakaga o'tishga buyruq berdi. Qiqas cho'qon bilan Abarondan chiqdik. Ularning bizni qo'g'lab kelayotganligi o'ziga ayon bo'lsa-mu, qaysidir birining o'g'irlar kapti degan so'zi bilan tangli pitirab qechishga boshladi. Qo'g'lab yurib qirdik. Ular hujumda gal bo'lgan bilan qechishdi ishtikkan. Tirik qolganlari qechib bizni yetkazmay qo'ydi. Voy eset, bir vozovat otliq askarim bo'lsa, qo'ymay qirib tashlaydim-da, deb Saytaxun titib bo'lib ketdi. 2 jangchi Gomindangning maytog'ini qo'dayotgan qismlarining bosh komandirini haydab keldi. Bu chaq ko'z bog'linib qolgan chaq bo'g'achqa Saytaxun tapanchasining uchi bilan uning ko'ziga tushirib olgan shapkasini kayniga surib qo'yib mundoq dedi. Bosh komandir, meni tanigansiz. Qayaringizga atay. U Saytaxunni ko'rib cho'chib ketdi. Saytaxunning tapanchasi uning burnining uchiga terilgan edi. U qopiqini turib, harbiy qonunda yuqori darajalik ofitserlar asirga tushsa otmaydi. Sen bilmaydingmi? Dedi u terkib. Mening qonunimda otidu. Men o'g'irlarning biri tursam, harbiy qonunni bilmamdiman. Bosh komandir o'z qo'l ostidagi quldek yurgan bir odamning mana endi o'zini ahmoq qilib o'yinlayotganligidan terkib chichangishib ketdi. Shuning bilan tang Saytaxunning tapanchasidan uzilgan 2 pay o'q uni yerga yiqitdi. Saytaxun darhol yurishga buyruq berdi. Dushmandan o'lja ilingan qurol, o'q to'ralarni 2-3 otga ortib kechlab yurib ketdik.
u dammi olmagan, qursaqimi bir narsa yemagan o'z qismini ildamlik bilan yurishga dalolat qilib, safning o'ttirisida ketib boradi. Butun tun bo'yi orliqda faqat 10 minutli to'xtab dam olgan qism shamoldek tez ilgirlab, tong bilan tong tog' orasidagi bir Mo'ng'ul botxonasiga yetib keldi. Botxonaning lamisi bizni qizg'in qarshi oldi. U bizning nijotlik izlab otlanganligimizdan ta'sirlanib, bizga 50 ot, 10 egar to'qim, 20 qo'y sovuq qildi. 5-6 qo'yni so'ydiqda, pishirishqimi ulgurmay charaslab yeniyotgan o'tlarga qoqlab, kavob qilib yedik. Mo'ng'ul yoshlardan 10 nachisi bizga otlar bilan qo'shildi. Shuning bilan ofitserlar, bir qism jangchilar otliq bo'lib qoldik. Komandirlarimiz 2 kun uyqusizligimiz, to'xtamay yo'l yurganligimizga qaramay, bizni yurishga boshladi. Botxona lamisi va Mo'ng'ul chorvachilar o'zitib qoldi. 3 otliq jangchi endi oldimizda bizdan uzoq mangdigan bo'ldi. 50-60 kishi otliq bo'lsaqmi, baribir piyodalar bilan tangman qatdiq. Shu topda bizga eng og'ir kelayotgani uyqu edi. Kishi herib charchashqimi, ochliqmi bardoshlik bera oladi ekan. Biroq uyquga bardoshlik berishi intayin tasgan. Bir necha komandir jangchilar uxlab qolib, ot ustidan yiqilib tushdi. Mundaq chaqlarda yiqilg'uchining azobiga qaramay, uning paloqlab yiqilishi va o'ndarishiga kishining kulgisi keladi ekan. Oldimizda ketgan 3 otliq jangchimizning birisi xush xabar ep keldi. "Janobiy komandir!" Saytaqon kulib etdi. "Tuz gap qil." "Yo'ldosh komandir!" Saytaqon kulib etdi. "Tuz gap qil." "Yo'ldosh komandir, oldimizda ulug' joy degan qozoqlar o'ltiraqlashgan joy bor ekan. Ularning oqsoqoli bizni qarshi oldiganligini bildirdi. Bizni kutib olishga tayyorlik qilib, qo'ylarni suyuyotdi. Burun biz bir yerga borsak, xalq qanday qarshi oladi?" "Xalq qarshi olmaydi, bizni qochiradi, yo narsalarni tiqatdi yo'ldosh komandir. Hozirchi. Hozir bosgan yo'limizni xalq olqishlayotdi, hatto yeyotgan nonlarni ham beryotdi." "Yaraysan." Atrofdagilarning hammasi kulishib ketdi. Ulug' joyga yetib kelganda bizga eng dastlab yiqimliq bo'lib, tuyulgani dimoqqa urilgan sho'rpining mazzilik puruqi bo'ldi. Og'zimizga seriq suv keldi. Bir necha cho'ng qozonlarda go'sht qaynayotgan ekan. Shodlik yig'ib turgan ko'zlar, tabassum jilvlangan yuzlar bizni qarshi oldi. Yerliklarning oqsoqili 40-45 yoshlar chamisidagi qizil yuzlik, qoshliq, o'tkir ko'zlik, gavdilik Nurpay degan kishi ekan. Nurpay komandir Saytaqon, muavin komandir Niyoz va boshqalar bilan qizg'in ko'rishdi. Shuncha nurg'un odamning oldiga dasturxon silib, tavuda qizir pishgan non, seriq may va qurtlarni qo'ydi. Avval choy ichdik, ondan mazza qilib go'sht yedik, sho'rpa ichdik. Bu bir necha kunlik og'ir harbiy yurishdan keyingi erkin bahuzur tamoqlanish edi. Badallarimiz bo'shashdi, ko'zlarimizni uyqu bosdi. Kerildik, asnashga boshildik. Bularsizmi komandirimiz albatta bizning uyqusizligimizni obdan biladi. U bir necha o'ringa postlarni qo'yib bo'lib, jangchilarga uxlashni buyurdi. O'zimi uxlash uchun bir kigiz uyga kirib ketdi. Abduqodir hikoyasini to'xtatib tamoki yugidida tutashtirib bir necha qitim kayni-kaynidan sho'ridi. Anglovchilarning hozir uxlash mezgili edi. Kech kirsalar yurish boshlanadi. Lekin hikoya vaqaligi ulardan uyquni tamoman qochiribdi. U hikoyasini davom qildi. Biz uyqudan tursak, uyquning gapini qilma adash. Xumora tatliq nimani odamning esiga soladi ekansan, dedi anglovchilardan birisi chaqchaq qilib. Ma'qul. Uyqu keltirmaydigan yerini so'zlay. Shunda qilib, qazonlarda yana go'sht qaynab etibdi. Nurpay bilan komandirimiz paranglashib o'ltiribdi. Nurpayning bom ovozi anglandi. "Shunrsay, Gomindang bilan ko'p ilishdim. Meni tutishqimi ko'p qitim keldi. Tutib bermadim, lekin cho'ngroq ish qilolmadim. Mana, ele inqilobchilari cho'ng ish qildi. Gomindangning jajisini beryotdi. Men qilgan ishlarimni o'ylasam, yig'ib kelganda yolg'iz botirlik qilibdiman. Meningcha, sening bu yurishing ulug' yurish. Tog'da yo'lbosmi yashaydi, to'shqonmi yashaydi? To'shqonday qo'rqib yashagandan ko'ra, yo'lbosda ko'rkirab o'lgan ming a'lo. Xo'sh, sen qandoq mingmoqchisan? Tog' bilan. Hay, bu qiyin.
Muni tog'ni eshib, qosh beshiga tushsang, eli inqilob ishlarini topimiz emasmi? 5-oydan keyin bo'lsa, bu bo'ladi. Ham yaqin, ham xatarsiz yo'l edi. Biroq hozir texi qor ketmadi. Chorvachilarmi tog'ga kelmadi. Bortungida Gomindangning bir eskadron harbiy kuchi bor. Bu eskadronning otlarimi, egar to'qimlarimi xil. Shuni qo'lga tushirib, tog' ishini o'ylayapman. Qo'lga tushirgan taqdirdami, birinchidan qorliq yo'l uzun. Qor otning qorniga keladi. Ba'zi yerlarda cho'kib ketadi. Ikkinchidan el yo'q. Uzoqlikdan, yetib qopishdan qiynalib qolasizlar. Texi jo'din boshlanib qolsa, butunlay qirilib ketsizlar. Uchinchidan, agar aeroplan bilan qo'g'lab qolsa, mo'kinishga ulgurolmay qolasizlar. Saytaxun ko'zni bir nuqtaga tikkinicha o'yinib qoldi. So'g'uq tog' shamili uning yuziga yengdek sanjilatdi, lekin u buni tuymaydi. Qismning hayoti qaysi yo'l bilan yurish kerakligi uning butun asyarini chulg'ib olgan edi. U birilla aql topgandek bir qarorga keldi-da, Nurpayga ittik qaradi. Xatarlik bo'lsa-mu, o'y bilan mangayli. Durust, aqli bo'lib, dedi bo'lmasa beka, bu yo'l to'g'ri yo'l. Endi minish nishoninglarni ko'rsatib beray. Ko'yting bilan Yansay orliqini bosib, o'yga tushinglar. Shimolni yoqlab, Chapayizning o'ng tarafi bilan minib, ulan buloqqa yuzininglar, ammo Chapayizga yaqinlashmanglar. Kekanchiga tushsizlar, ot yangushlab, so'ksovullik bilan mansanglar bo'ladi. U yerlarda elba. Saytaxun yurishning xaritasini sezib oldi. Bu chaqda kichik to'zlanlik jonlanib ketgan edi. Saytaxunning buyrug'i bilan Mo'ng'ul, qozoq yoshlari harbiy texnika o'rganib granat tashlash, yer beg'irlab yurish, chekinish, atakaga o'tish, qurol tutish, post turish, qurollarni ishiltish mashqlari ko'rsatilyotdi. Minishga hozirlandik. Nurpayning elidan bizga 30 dan oshiqroq yoshlar otlari bilan qo'shilgan edi. Nurpay 30 ot taqdim qildi. Ballarimizga pishiq go'sht tugishdik. Ot yetishmaganlar mangishdik. Hammamiz to'liq otlandik. Xayr, Nurpay og'a, jinimizga jon qo'shildi. Endi bozak bo'lmaymiz. Birimiz qolsaqmi, eli inqilobchilarini topamiz. Xayr, yurishinglar o'ngishli bo'lsin. G'alba sizlarga yor bo'lsin. Saytaxun bilan Nurpay quchoqlashdi. Qosh qarayganda yurish boshlandi. Cho'ng kichik, qeri yosh, quchoqdagi bolalarmi bizni uzitib qo'ydi. Uzun sap tuvallab tushmoqda edi. Yulduzlar yurishimizni olqishlayotgandek oltin kirpiklarini chimchiqiltib tabassum yog'diratdi. Kech sovuqi, na yo'lsiz taqir tog' azobi qiljimi bilinmoqdi. At tuyoqlarining tashlag'i tegishdan chachirab chiqayotgan o't ushqunlari to'xtamay yonatdi. Tang oldida tosh yo'lga chiqdik. Miltiq ishtiki bilan simtana to'riklarining ostini ko'lab, 10-chisini o'rib-atdik. Yurishimizni chapsolitib, kekanjiga keldik. Bu yerdagi aholilarmi bizni qizg'in kutib oldi. Biroq Bash Xurja degan yerda qisqa etishish bo'ldi. Gomindonchilar bu yerdagi aholilarni qurollantirib qo'ygan ekan. Shunda qilib bu yerni hujum bilan oldik. Yaydig'inimiz tugagan edi. Jangchilar uzoqlik bulashga kirishdi. Bir jangchi bir tag'ar go'rishni bo'lib chiqqanda egisi uningga esilib olgan. Jangchi miltiqning qo'ndiqi bilan heliqi dehqonni urib, beshini yerib atgan. Naq shu ishning ustiga kep qolgan Saytaxun mundoq dedi. Sen Gomindang askarlarining bo'langchilik zo'rligini texchi o'zingda saqlab yuramsan? U shundoq deb etib tashildi. Bu holni ko'rgan aholilar ta'sirlanib, o'zigidan bizga go'rish taqdim qildi va Bash Xurja kelganchidan nurg'un yoshlar sepimizga qo'shildi. Biz kelganchida ot yangushildik. Hammamiz to'liq otliq bo'ldik. Kechasi yo'lga chiqdik. Biroq Mushiyada muavin komandirimiz Niyoz 2 jangchini ozdirib qechib ketganligi ma'lum bo'ldi. Saytaxun ikkilinib turmasdan, "Ularni qo'g'lash xatarlik. Qo'g'laymiz desak, dushmanning iskanjasiga tushib qolamiz. Muhimi, tez yurib ketishimiz kerak." 2 soat chamisi yurgandan keyin kaynimizdan nurg'un otliqlarning o'pir-to'piri anglanib qoldi. Biz o'zimizni o'ngshig'icha kaynimizdan, ikki yinimizdan taraslab o'q chiqdi. Bir necha jangchimiz ot ustidan g'ulab tushdi. "Bu cho'qon Niyozning ishi. Chapayizdan qism boshlab keldi-da." Saytaxun shundoq deb mudofaalanishga buyruq berdi.
nalınışlar anlandı. Voycan! Tutun üzüldü. Atlardan tushib o'rin egilladik. At ustida o'q uzib kelayotganlarga qarshi bizmi otdik va granat tashlab ularning besib kelishini to'sdik. Etishi kuchaydi. Behuda atmanglar, o'qni ayanglar. Saytaxunning ovozi jaranglab turadi. U qismni 3ga bo'ldi. Birinchi bo'lak o'rinda qoldi. Ikkinchi bo'lak o'ng so'lga burilib 500 metrdek yurib, olg'a burilib, janub bilan shimoldan birli vaqtda hujum qilish buyrug'ini oldi. Saytaxunning yeshil belgi o'qi etildi. Uch tarafdan tangli o't ochdik va shipqab olg'a ilgirladik. Sap bo'yicha bir granat tashlab, bir ilgirlash jangi boshladik. Bu jang ikki qatim qilingandan keyin otlarning taraslagan ovozi anglandi. Dushman qochgan edi. Qo'g'lab qirib tugatmoqchi bo'ldik. Bir oz qo'g'lagandan keyin Saytaxun yo'l qo'ymadi. Shu topda bir eskadron, hatto bir divizionni qirib tugatmasakmi, dushman uchun hech qancha ish emas. Muhimi, biz bu yerdan yiroqlab ketishimiz kerak. O'lgan 7 jangchimizni oydalarga tashlab, ustini so'ksavol, chatqonlar bilan yepib qo'ydikda, 12 yardarni ot ustiga elib yo'lga chiqdik. Tang otganda Gomindangning 2 aeroplani qo'llab keldi. Dasht qumliq dalada ketib boratdik. Mümküngüdek yağmur yo'q edi. Aeroplanlar g'arqirab pastlab kelatida pilotdan o'q yog'diratdi, bomba tashlaydi. Yana qiyochiga ko'tarilib ketadi. Aeroplanlar kun bo'yi orom bermadi. Ikkisi ketsa, yana ikkisi keladi. Atsimi xuddi shunday bo'ldi. Ammo biz minut sekundni qo'ldan bermay, bu suvsiz dashtda ulan buloq qarab mangayverdik. Jangchilarimizning chiroylari oppoq oqirib, lavlari qurib ketdi. Atlarimiz oyoqlarini aran-aran alatdi. Yardarlar uchunmi bir yutum su yo'q edi. 30 yaqin o'lgan odamimiznimi, qansirib o'lgan yardarlarnimi yo'l bo'yi tashlab mengishga majbur bo'ldik. Qo'saqning ochligidan ussizlik yomon ekan. Og'zimizga silib olgan ushshoq toshlarmi ussizlikqa dal bo'la olmadi. Oldimizda ketgan 2 jangchi qaytib keldi. Su bor ekan. Ularning pildirlab qolgan ko'zlari yenib ketgan edi. Ozgalga yig'ilib qolgan loy to'xtamsini otlar bilan talishib ichdik. Kaynimizdan yana otliq gomindan qismlari qo'g'lab keldi. Ustimizda aeroplan ko'rindi. Do'ngliklarga joylashib yetishdik. Hammamizdami ko'prak serilib, judab, yog'ochda qetib qolgan Saytaxun yanil tetik edi. U "Ko'chma jang qilamiz!" deb buyruq qildi. Bir qismimiz qo'g'lab kelganlar bilan jang qilatdik. Yana bir qismimiz yurish qilatdik. Shu usul bilan dushmandan borgan sari yiroqlaydik. Ulan buloqqa yiqilishib qoldik. Hammamizda jonlanish paydo bo'ldi. Biroq herib oyoqlarini orali yo'tkab ketib qolgan otlarning yurishi takshi emas, sap ratsiz, ilgari keyin chechilangu edi. Jangchilarning chiroylari shundoq o'zgarib ketdiki, kishi qarsa qo'qqisi keladi. Xuddi odam emas, balki uning ruhi ketib borgandek qiladi. Uning ustiga 50 dan oshiq yardarni elib ketib boratdik. Ba'zilari otda o'ltirolmag'achqa navbatlashib hapash qilishga yoki o'zimiz to'qib olgan zambillarni elib mengishga to'g'ri keladi. Yardarlarning qiynalib ketdinglar. Bizni deb butun qism halok bo'lib ketmisin. Bizni etib tez ilgirlanglar degan so'zlari ko'nglimizni buzatdi. Ko'zlarimizdan issiq yosh tomchilari bo'ldiqlaydi. Bizni mushunchlik chiqimga, o'mirsizlikqa, ruhiy azob silayotgan kishi albatta oramizdan chiqqan xoin, muavin komandirimiz Niyoz edi. Qo'rg'onning ichidan chiqqan dushman haqiqatan qo'rg'onning teshidagi dushmandan necha hassi yomon ekan. Kunlarning birida Niyoz bilan uchrashib qolsak, uni nima qilib o'tamiz? Butun badallarni qiymachibi qilib olsakmi, dardimiz chiqadigandek emas edi. Yo'l ustida Saytaxun yig'inga chaqirdi. Hammamiz jam bo'ldik. Yardarlarni qo'shganda bizning barliq odamimiz 250 edi. Uningdan 6 rot tuzdik. Jangchilarimizning jangovarligi, yo'l bo'yi dushmanning bir qancha rota, eskadronlarni tarmar qilganligimiz va chekindirganligimiz uchun qismimizni qo'zg'olonchilar polki deb atadik. Polk komandirligiga Saytaxunni sayladik. Yurishimiz boshlandi. Qismning oldida 7 odam mangdik.
İkimiz etimizning to'shbeg'ini tuzab, kaynida qolgan edik. Oldimizdagi 5 odamimiz bir kichik jirodan o'rlab chiqishiga pilimot ovozi anglandi va shuning bilan tangla 5 odamimiz yiqildi. İkimiz darhol yetib oldik. Jiro ichidan "Meni etib bitinglar, jinim qiynalib ketdi" degan ovoz keldi. Biz uni ovozdan tonidik. Bu G'anining ovozi edi. Bu azobli ovoz necha qatim takrorlanib o'chdi. Saytaxun biz yetib kelay deb qolgan taqqa nafratli ko'zlari bilan bir qaradi-da, "Demak, Niyoz ulan buloqqa dushman qismini boshlab kelgan. Uning biz sizib olgan xaritadan xabari bor edi." U o'z puligini do'nglikla qirliq yerlarga o'rlashtirdi. Bizmi dushman qo'shini o'rlashgan tog'ni qo'rshib oldik. Etish avji oldi. Faqat ilgirlayolmadik. Oxir tadbirli komandirimiz buyruq qildi. "Kuchlarimizni xo'ratmasligimiz kerak. Mudofiyada turgan dushmanga hujum qilib, bu tog'ni tortib olishimiz kerak. Kuchmi-jang usuli bilan yurish boshlansin." Uning ko'zlari o'tdek yinib ketgan edi. Yurishimiz kuchmi-jang usuli bilan yana boshlandi. Zulmatli kechalar, qonliq kunduzlar bilan to'lgan 19 sutka azobliq, ammo jangovar musofini besib, milliy armiyaning shu chog'dagi oldingi qismi turgan joy Qizil Tuzga yetib keldik. Yo'l azobi, eg'ir kunlarimiz birdilla unutilib, hammamiz jonlanib ketdik. Orolli yerda sap qolgan otlarimizmi shu hissiyotimizda sezgandek qadamlarini chaqqan yo'tkab ketib boradi. Ikki yenimizdagi pakar qo'mishliq, chatqonliqlar orasida bizga marshib qarayotgan milliy armiyaning qaravullarini ko'rdik. Yuraklar urushga boshladi. Hammamiz otdan tushdik. Saytaxunning buyrug'i bilan qo'llarimizni kayniga, sharq tarafga qartib qo'ydik-da, qurolsizlanib, tizilib mangdik. Oldimizda ketib borgan chabdas qadamlik Saytaxun kichik do'nglikda bizga qarab turgan kapitan unvonliq Mongol komandirining oldiga yetib bordi-da, o'ng qo'lini chekisiga ilib doklab berdi. "Yo'ldosh komandir, biz Gomindangning maytog'ini qo'ldirayotgan qismi edik. Vatan oldida, xalq oldida vijdoniy burchimizni tunib, mustabid Gomindang hokimiyati ustidan isyon ko'tardik. Nijotlik izlab, eli inqilobchilarga talpinib, 19 kun azobli yo'l besib, kaynimizdan qo'g'lab kelgan dushmanlar bilan elishib, 240 nafar jangchi oxir bu yerga, Ozod rayoniga g'alaba bilan yetib keldik. Qo'zg'olonchilar komandiri Saytaxun. Men vaqtliq inqilobiy hukumat va milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi nomidan sizlarni qizg'in qarshi olaman." Shu so'zdan keyinla ikki komandir g'ulichini kang yeyib kelib quchoqlashdi. Bizmi milliy qism jangchilari bilan qarindoshlarcha quchoqlashdik. Hammamizning ko'z buloqlaridan issiq, muhabbatli yosh tomchilari xuddi yomg'irdak oqdi. "Biz sizlarning kelayotganliginglardan xabar tepib, oziq-tulik va bir vizavod jangchini oldinglarga avatgan edik. Afsus, uchrashamay qolibsizlar. Lekin sizlarning bu mushkul safaringlar milliy ozodlik inqilobiy tariximizning jangovar bir beti bo'lib qolg'usi." Milliy qism komandiri nangziga temib tushgan yoshlarini surtibdi. Vaqtliq inqilobiy hukumat qaysar komandirimiz Saytaxunni milliy armiya polkovniki deb tanidi va uningga polkovnik unvoni bilan botirlik ordeni, qolganlarimizga fidoilik medali berdi. Xuddi Abduqodir bilan maslahat qilishib olgandek, uning hikoyasi tugishi bilanla yurish signali chelindi. 6-bob. Kunduzi dam ilish, uxlash amaldan qoldirilsin. Kecha kunduz to'xtamay yurish boshlansin. Bu polik komandiri Nizomiddinning yurishdikilarga bergan buyrug'i. Bu buyruqdan uning chapayisiga tez yetishga oldirayotganligi, qismning jangovarligini paydin-pay oshirayotganligi ko'rinib turadi. Kechasi yo'l yurib, tong oldida 2 soat uxlagan qo'shin tez yurish bilan Ulan buloqqa yetib keldi. Ulan buloq qo'ng'iroq tikanlik, tevilg'a yo'lg'ulliq, so'ksuk, jegdilik, qumsangi to'piliq, kang tuzlanlik yer. Qo'shin mushu tuzlanlikda ketib borganda sharq tarafdan bir aeroplan keldi. Butun qism jegda yo'lg'ullarni talda qilib mukindi. Lekin dushmanning bu razvedka aeroplani orqa sapdagi ot harvlarni ko'rib qoldi-mu, tezlik kayniga yenib ketdi. Oradan bir soat o'tmayla dushmanning bir qancha aeroplani g'orqirtib yetib keldi-da, qismni bombardimon qilishga boshladi. Bu
bir necha kun tinch yo'l yurgan qo'shinning rasmiy jangga kirgani bo'ldi. Lekin polik komandirining buyrug'i bu qitim boshqacha. Aeroplanlarga to'xtab qarshilik qilish emas, to'xtamay yurib qarshilik qilish buyurildi. Bu mu qiziq jang edi. Aeroplanlar yiroqdan sho'ng'ib keladi-da bomba tashlaydi. Jangchilar aeroplan yaqinlab kelganda ikki yonga tez chekinib yetib oladi. Ularning tashlagan bombasi nishonlab kelgan yerda odamsiz bo'sh o'rinda portlaydi. Aeroplanlar yana aylanib yetib kelguncha jangchilar yuraverdi. Mushu usul bilan yurish davomlashaverdi. Jonga tikilayotgan urushda kulkining chiqishi qiziq ish. Dastlab jangchilar beshini ko'tarib bo'sh o'rinda ko'tarilgan chang to'zonga, aeroplanlarga qarab kulishdi. Keyin ikki yoqqa kulki bilan chekinatdi-da, yetib olganda kulki besilatdi. Beshini ko'targanda yana birdilla taraf-tarafdan kulki ko'tarilib ketadi. Shunda qilib bu bir o'yinga aylanib qolgan qarshilik ko'rsatish jangi bo'ldi. Aeroplanlar o'z vazifasini to'liq ado qildi. Qochilib kelgan bombalarni tashlab bo'lib ketdi. Qism namoz digar bilan chapaysiga yiqilib keldi. Chapaysini razvedka qilish uchun 3 nafar razvedkachi manqusuldi. Qism to'xtab dam oldi va ozuqlanishga o'ltirdi. Chapaysining yer tuzilishini, dushmanning mudofialanish ahvolini, qanchalik askariy kuchining borligini polik shtabi bilmaydi. Shunga hujumning qaysi yo'nalishda bo'ladiganligini qiyos qilish mutas edi. Sirliq jimjitlik hamma kishida andisha qo'zg'aydi. Jangchilar bir-biriga qarashib qo'ydi. Rayhon ishtik qo'zg'aldida portlash ovozi chiqqan tarafga mo'ldirlab qaradi. Bu jimjitlikning ko'ngilga bo'lgan eg'ir besimini kuchaytirib, asta-asta to'rt atrofni unsiz qorong'ulik o'rashga boshladi. Ko'z obdali bog'langan chaqda 2 nafar razvedkachi qaytib keldida, batalyon komandiri Anvarga tovandagicha ma'lumot berdi. Chapayziga mustahkam potaylar yasalgan, jami 5. O'tirda generalniy potay bo'lib, 4 tarafiga itish to'shiklari ochilgan. Potayning 4 atrofidagi so'k-so'k, yulg'unlar qo'mirib tashlanib, taxminan potaydan 1 kilometr yiroqlikcha taqir maydon yasalgan va generalniy potayning 4 atrofiga keng ham cho'nqur xandak qo'langan. Yana taqir maydonning 4 burjigiga odatdagicha 4 potay turg'izilgan. U yerga yaqinlashganda so'k-so'klarga yeb bog'lab, uning bir uchini ko'mib qo'ygan bombalarga bog'lab qo'yilganligini bildik. Buni bir razvedkachimiz qurbon bo'lgandila bayqab ola oldik. Mana u yerning mudofiini ishdan sizib olgan xaritamiz. Nodam sizib kelgan xaritasini Anvarga uzatdi. Xaritada hali so'zlangan ma'lumotlar tegishli shartlik belgilar bilan ko'rsatilgan edi. Anvar xaritaga tez ko'z yugurtib chiqdi-da, mamnunlik bilan "Buyruq kutib turinglar" deb xaritani polik komandiriga ko'rsatish uchun elib mo'ngdi. Va polik komandirining oldidan ancha xayol qilmay qaytib kelib, yana nodam boshliq 5 nafar razvedkachini polik komandirining buyrug'i bo'yicha Konishi Xog'umon qo'zdi. Nodamning xaritasini ko'rib, xeyli uzoq o'ylangan Nizomiddin oldida hozir bo'lgan batalyon komandirlariga mundaq dedi. Chapayziga hujum qilish uchun 2-batalyon bu yerda qoldirildi. Yurish yo'linishi o'zgartirildi. Chapayziga 4 tarafdan hujum qilindi. Hujum bilan tang qolgan batalyonlar Konishig'ga yurish qildi. Demak, hujummi, yurishmi bir vaqt bo'ladi. Ammo hujumdan burun Chapayzi bilan Konishig'ni tutashtirgan telefon simlari kesib tashlanishi kerak. Qandaq? Qarshi fikr bormi? Bor. Razvedkachilarning ko'rsatishicha, Chapayzida dushmanning kuchi oz emasda qildi. Meningcha, bir batalyon ozlik qildi. Butun kuch bilan biroq hujum qilsak, dedi Anvar. Nizomiddin beshini silkidi. Bo'lmaydi. Odatdagicha yasalgan 4 potayni ilish oson, lekin biz o'ttirdiki, generalni potayga 1 kilometr tuzlanlikdan hujumga o'tamiz. Bu holda odam qancha ko'p bo'lsa, chiqim shuncha zo'r bo'ladi. Buni hisobga ilish kerak. Balki hujumga ulgurib, Mo'ng'ol divizion bilan Barat Temirchining partizanlari kelib qola. Chapayzni ishg'ol qilmay, Konishig'ga yurish qilsak, kuch bilinib ketmamdi. Mush ahvolda kuchni bilish zarur. Vaqtdan foyda olamiz. Gomindan qismlari texi o'ylab ulgurmagan chaqda yangi Shexoda paydo bo'lamiz. Chapayzi bilan Konishig'dagi dushmanlar aloqalashishdan mahrum qilinsa, har ikki o'rinni hech qanday kuch sarf qilmayla egilashga bo'ladi. Balki Konishig'ni qonsiz ishg'ol qilishimiz mumkin.
Nizomiddin batalyon komandirlari bilan Shixu yurishi haqida muzokaralashayotganda, jangchilar qo'g'inliqda qo'g'inayotdi. Jangchilar istroyga tizilishdi. Telefon simlari kesib tashlangandan keyin chapayziga hujum boshlandi. Shuning bilan tangla Nizomiddin qolgan batalyonlarni boshlab Koni Shixuga yurish qildi. Shu chaqda Nodammu razvedkachilarni boshlab Koni Shixudan bu yoqqa mingan edi. Poyansiz dashtali jimjitlikda shimol shamoli chapayzidagi etish ovozlarini uchirib kelmoqda edi. Anglayapsan Jamoliddin. Hujum avjiga chiqdimi nima? Qara, dedi Nodam. Anglamaychi. Ular shundoq deb turishiga birdilla hurra qiqat cho'qan ovozlari, otlarning do'kirlashlari anglandi. Hujumga o'tdi. Angla, otlarmi bormi nima? Jamoliddin jallanib ketdi. Mongol divizion yetib kelgan bo'lishi mumkin. Razvedkachilar ko'rganlarini polikka tez yetkazish uchun otlarni ildam o'tib yurmoqda edi. Ular tez yurishda ketib borgan polik bilan yo'lda uchrashdi. Nodam polik komandirining oldiga keldida tik turib doklad qildi. Yo'ldosh polkovnik, dushman Koni Shixuni bo'shtib qo'yibdi. Ular shundoq aloqazat bo'lib qochibdiki, jo'zi ustiga keltirilgan tomoqlari hor chiqqan peti shundoqli qopdi. Bizning tekshirishimizcha atrofni minalashga, turli hiylalarni ishlatishga ulgurmabdi. Anvar Nizomiddinning boyi bergan yo'l yo'riqlarining ma'nosini mana amdili to'liq tushundi. Nizomiddin kaynida turgan Oqilbekka qayrilib qarab, qismlarga ayt. Koni Shixuga kirganda dushmanlarning qoldirib ketgan tomoqlarini yeyishga, suvlarini ichishga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Xo'p, bo'ladi. Polik Koni Shixuni ishg'ol qildi. Tong suzilganda chapayzidan yo'lga chiqqan 2-batalyon hujumga ulgurib kelgan Mo'ng'ul divizion Barat To'mirchining partizanlari yetib keldi. Tong otgandan keyin razvedkachilar buyruq bo'yicha yangi Shixuga minishga tayyorlandi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahharning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 2 qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar. Bizning bu yerlikimizdan shafi ololgan bo'lsa, hozirda bir to'p qog'lar uchib keladi. Biroq sezilmadi. Mushkangu zamonaviy urushlari otqan po'lari po'janzdek to'zib ketadi. Ko'diqqa top-top kelgan aeroplanlarning karamatini. Shinshanning beg'i deb atiladigan bir janzi bor ekan. Bir qism ko'ch shu yerga o'rlashsa bo'ladi. U yerdan tugmanga yaqinlashishga bo'ladi. Faqat oldida bir potay bor. U gum qilinsa, tugmanga yo'l ochildi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor Xo'pur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi.